Mana do'stlar, jamoamiz Real Madrid qatorasiga ikkinchi g'alabasini qo'lga kiritayapti va qatorasiga 3-o'yinda mag'lubiyatga uchramayapti. To'g'ri, bu o'rtoqlik uchrashuvi hech nima bermaydi bizga, lekin sizlar bizga bitta like bosib qo'yinglar shu videoga jigarlar. Repostrelka bosinglar, realchilarga polni jo'natinglar. Bu o'yinni ko'rmaganlar bo'lsa, Telegram kanalimizga gollarni tashab qo'yganmiz, lekin bu o'yinda Arda Güler menga juda ham zo'r o'yini yoqdi. Carlos Espi debyut o'yinida, endi debyut o'yin emas, debyut golini urdi desak ham bo'ladi. Fiorentinaga qarshi debyut qilib bo'lganda o'zini debyut golini urdi. Bu yoqdan yana Kastilya futbolchisi ham gol urdi, ismi esimdan chiqib qoldi. Qaysi futbolchi urdi? Mario Rivasmi? Rivas urdi-da. Lekin o'yin zo'r bo'ldi. Menga yoqdi, lekin bitta shu ikkinchi taymda shu chichadigan odat chiqaryapmiz. Fiorentinaga qarshi o'yinda ham shu ikkinchi taymda qornimiz og'rib chichib qo'yuvdik-da. Bu safar ham shu ikkinchi taymda gol o'tkazib yubordi. Lekin rasmiy o'yinlarda Jose Mourinho baribir boshqacha qarash kerak. Rasmiy o'yinlarda chunki bilasizlar ochko beriladi, kubok uchun o'ynaladi. O'rtoqlik o'yinlarda hech qanaqa kubok bo'lmaydi, ochko bo'lmaydi. O'sha xullas hamma bilgan bo'qini yeb o'ynaydi, qo'pol qilib aytganda. Xullas do'stlar, jamoamiz Real Madrid g'alaba qozongani bilan hammalarni tabriklayman. Keyingi o'yin endi Deportivo klubiga qarshi 13-avgustda bo'lib o'tadi. Bizlarni kuzatishda davom etinglar, like bosinglar, podpiska bosmagan bo'lsanglar, bitta podpiska bosib qo'yinglar va kommentga yozinglar. Bu o'yinda qaysi futbolchini o'yini sizlarga ko'proq yoqdi jigarlar. Salomat bo'linglar.